aka ukalar mana bizda toza germanskiy deb bolalardan bor. Mana bu xonajincha ikkita buqacha akalar. Yelagan ko'rsatdingmi? Yillar qaraylar. Tozaligini bo'lasizlar shetdan mana. Hozir 75 million bittasiga. Shvet. Hozir kunda bir donasi. Agar mashina olsa 50 million so'm kami bor. Uchovini. Uchovini. Uchovini olsalar 50 million so'm kami bor ekan. Bu qaraylar akalar. Bir-biridan bemalol ko'payaveradi, bu qaraylar. Yugurishini jonivorlarni. Sog'lom narsalar akalar. Tozalarim qonigacha tekshirib ko'rib olib ketaverasizlar bu bo'zaklarni. Original bo'zak. Toza nasl akalar bular. Mana qarang. Onajini ham vaqti dasta to'ladi. Onajini ham xudo xolasa buqalardan o'tib yetadi bu. Sigir olsa chiqib o'tga o'tgan paytda buni ol. mana. Toza germanskiy akalar. Aloqaga chiqaveringlar. Xudo xolasa yo'lda qilib beriladi. Dastlabkasini uchovini olsalar ham bir joyga dastlabkasini butun O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi. Tirs aloqaga chiqinglar.